Elektriklar ko'rish kerak bo'lgan top 3 film. 3-o'rinda turadigan film nomi Oktyabr Sky, ya'ni Oktyabr osmoni. Film sujetida kichkina shaharchada yashovchi yigit shaxtada ishlash taqdiridan qochishni xohlaydi. Bir kuni osmonda raketani ko'rib qoladi va o'zi ham raketa yasashga qaror qiladi. Bir necha marta muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Ustidan kulishadi, hatto ayblashadi ham. Lekin texnikaga bo'lgan qiziqishi uni katta muhandislik yo'liga olib chiqadi. I think we got a chance. October Sky. Film bosh qahramoni Gollivudlik mashhur aktyor Jake Gyllenhaal bo'ladi. U film suratga olingan datiga 17 yoshda bo'lgan. Ikkinchi film nomi bu Tesla. Tesla tunlarini laboratoriyada o'tkazadi. Yangi motorlar va elektr uzatish usullarini yaratadi. Uning g'oyalari juda oldinda bo'lganligi uchun ko'pchilik uni tushunmaydi. Investorlar ketadi, pul tugaydi, lekin u ishlashda davom etadi. Bugun biz oddiy deb biladigan ko'plab elektr texnologiyalari aynan uning fikrlaridan boshlangan. Is a dream that Tesla dreamed first. Nikola Tesla'ning yana bir e'tiborni jalb qiladigan ishi o'zgaruvchan tok AC tizimini amalda ishlatib berishi bo'lgan. Birinchi o'rinda turadigan film nomini eshitishdan oldin sahifamga obuna bo'ling. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, unda boshladik. Birinchi o'rinda turadigan film nomi The Current War, ya'ni toklar urushi. Bu film sujetida bir tomonda Edison, ikkinchi tomonda Tesla. Edison butun Amerikani o'zining elektr tizimiga ulamoqchi bo'ladi. Tesla esa undan ham samaraliroq tizim yaratadi. Raqobat shu darajaga yetadiki, odamlarni qo'rqitish, ommaviy namoyishlar va millionlab dollarlar tikilgan kurash boshlanadi. Oxirida esa qaysi tok butun dunyoni yoritishini tarix hal qiladi. That is our future. Only one man will rise. Marvel muxlislari uchun bu filmda O'rgimchak odam bosh qahramoni Tom Holland va Doktor Strange rolida o'ynagan Benedict Cumberbatch ishtirok etgan. Bugun ishlatayotgan elektr tarmog'imiz ortida daholar urushi, rad etilgan ixtirolar va taslim bo'lmagan insonlar hikoyasi yotadi.